Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod neurolingvistik dasturlashga oid mavzular bilan tanishishga davom etamiz. Meta xabar o'zi nima NLPda? Meta xabar qisqacha qilib aytganda bizning tanamizning tili. Tasavvur qilinglar, hozir men sizlarga agar men dunyodagi eng baxtli insonman, dunyodagi eng baxtli insonman deydigan bo'lsam, ya'ni bunga mani so'zimda sizlarga nisbatan qanaqadir shubha uyg'onishi mumkin. Ya'ni so'zi men dunyodagi baxtli insonman. Lekin tanam qanaqadir egilgan, tanam o'sha men aytayotgan so'zga ishonmayapti. Mana bu meta xabar. Yoki tasavvur qilinglar, agar gavdamni ko'tarib turib, misol uchun men dunyodagi eng baxtsiz insonman desam, bu yerda ham qanaqadir misol uchun sizlar o'sha suhbatdoshingiz sizlarga ishonmasligi mumkin. Chunki bizlar tanamiz bizlar gapirayotgan so'zga mos kelmayapti. Mana buni meta xabar deyiladi. Hozir sizlar bilan bitta mashq o'tkazamiz. Ya'ni yana eslatib o'taman, NLP bu amaliyot. Biz amaliyotda qanchalik o'sha bilimlarimizni sinab ko'radigan bo'lsak, uni amaliyotda kuzatadigan bo'lsak, NLP ni o'rganishimiz shuncha oson bo'ladi. Qachon NLP ishlaydi? NLP texnikalari bilan biz agar ish olib boradigan bo'lsak, NLP shunday ishlaydi. Hop, mashqimizga keladigan bo'lsak, hozir sizlarga ekranda ketma-ketlik bilan 5 ta rasm keltiriladi va o'sha 5 ta rasmga kuzatib, u haqida ma'lumotlarni o'zingizlar bloknotingizlarga yozib borish sizlardan talab qilinadi. Bo'lmasa boshladik. Birinchi rasm, ikkinchi rasm, uchinchi rasm. Agar ulgurmaydigan bo'lsanglar, bemalol pauzani bosib o'sha rasmni tahlil qilishingiz mumkin. To'rtinchi rasm va oxirgi 5-rasm. Biz hozir faqat o'sha rasm orqali o'sha o'sha oddiy insonlar, lekin har qanaqa emotsiyada keldi, o'shalar haqida rasm orqali biz ma'lumot oldik va qanaqadir o'zimizda ma'lumot shakllandi o'sha insonlar to'g'risida. Tasavvur qilinglar, bu faqat rasm. Bu inson bilan hali biz so'zlashmadik yoki bu inson bilan biz gaplashib ko'rmadik, lekin bizlarda ma'lumot shakllandi ma'lum bir miqdorda o'sha insonlar to'g'risida. Ana endi mashqimizni sal boshqacharoq qilamiz. Mashqimizda ana endi o'sha ketma-ketlikda hozir yana rasmni joylar ko'rinadi ekranda. Ana endi sizlar iloji boricha o'sha insonga yuz qiyofani o'xshatishga harakat qilasizlar. O'sha hozir rasmda ko'rinadigan insonlarni yuz qiyofasini o'zingizlar yuz qiyofalariga o'xshatishga harakat qilasizlar. Ya'ni u qanaqa emotsiyada turgan bo'lsa, sizlar ham harakat qilinglar o'sha insonni emotsiyasiga o'xshatishga. Boshida sal qiyinroq bo'ladi, lekin 100% ga o'xshatishga o'xshamasa ham, lekin harakat qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birinchi rasm. O'xshatishga harakat qilamiz. Ikkinchi rasm. O'xshatishga harakat qilamiz. Uchinchi rasm. To'rtinchi rasm va 5-rasm. Demak, bu rasmga biz o'zimizdagi o'xshatishlik orqali aynan o'sha insondagi hozirgi kayfiyat deymizmi, vaziyatga tushishga harakat qildik. Bu tasavvur qilinglar, bu faqat bitta rasm. Lekin o'sha rasm bo'lishiga qaramasdan biz o'zimiz o'sha insonni yuz qiyofasiga o'xshatish orqali aynan o'sha inson o'zidan kechirayotgan hissiyotga, o'sha hissiyotni biz o'zimizda his qildik. Ya'ni unga savol bermadik, misol uchun u bilan gaplashmadik. Aynan shu tashqi ko'rinish orqali. Bu bizga nima uchun kerak bo'ladi? Biz boshqa bir insonni his qilishimizga, boshqa bir insonni o'rniga tushishimizga, ya'ni uni sezishimizga bizga yordam beradi. Ana endi
Biz sizlar bilan bitta amaliy mashq bo'ladi. Buni o'zinglar sinab ko'rishga harakat qilinglar. Bu mashqqa iloji bo'lsa odam ko'p o'tadigan joy tanlash kerak bo'ladi. Odam ko'p, misol uchun bozor oldi bo'ladimi, shu qanaqadir odam ko'p yuradigan joylari tanlab, bitta chetroqqa turib olishinglar kerak bo'ladi. Hech kimga xalaqit qilmaydigan joyga. Hech kimga xalaqit qilmaydigan joyda turib, aynan o'sha uzoqdan bitta inson tanlab olasizlar. Bu ixtiyoriy inson bo'ladi. Ixtiyoriy inson tanlab olgandan keyin uzoqdan o'sha insonni yuz qiyofasini kuzatasizlar birinchi. Yaxshilab kuzatib, o'sha insonni yuz qiyofasi qanaqa qiyofada bo'lsa, o'sha insonni yuziga o'zinglarni, ya'ni emotsiyalari o'xshatishga harakat qilasizlar. Kimdir misol uchun kulib kelayotgan bo'lsa, sizlar ham harakat qilasizlar kulishga. Aynan o'sha inson qanaqa yuz ishlatyapti, yuzinglar ham shunaqa bo'lishi kerak. Kimdir esa misol uchun nimanidir o'ylab kelayotgan bo'lsa, aynan o'sha insonni yuziga o'xshatishga harakat qilasizlar. Bu kamida 10-15 daqiqa mobaynida bu mashqni bajarib ko'rishinglar kerak bo'ladi. Keyinchalik bir hafta mobaynida agar bu mashqni bajaradigan bo'lsanglar, aynan o'sha insondagi meta xabarlarni biz tez ilg'iydigan bo'lamiz va bizlarda shunaqa ko'nikma shakllanadi. Ya'ni meta xabar bilan insonlarni ilg'ab olish. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Sog', salomat bo'linglar.